Tug'ilgan kunim kuni hammadan birinchi bo'lib turib olib, roza va shortiklarimni kiyib oldim. Bu koftochkamni Stradivariusdan skidka bo'lgan paytda olgandim. Taqimchoqlarim bor karobochkani ochib olib, mos keladigan jemchuklarimni taqib olamiz. Issiq bo'lishiga mayli, vlajность bo'lganidan sochim 10 yil yuvilmaganday turibdi. O'zbekistondan ketgan bo'lsam ham, lekin O'zbekiston mendan ketmadi. Tezgina nomerimizdan chiqib, Gulshanni chaqirib olib, xursand bo'lib o'zimizni Kobulchamizga yetib olamiz. Namda deyarli hamma shunaqa bayklarda yuradi. Butun yo'l davomi miyamizda qo'shiq tug'ilgan kunimni boshlanishi yomon emas. Instagramda ko'rib qolgan Sweet Secret kafesiga kelib, og'zim ochilib qoldi. Pankekchalarning ustiga shamchalarni qo'yib olib, uflab oldik. Hammasi shunaqa apetitli. Zavtrakimiz bizani so'mda 300 ming so'mga aylandi. Endi plyajga otlandik. Tez magazindan bu narsalarni olib, 95 mingga ikkita lejanka oldik. Okean, man, Bobur olib, to'lqinlanib, zagar olishga ham ulgurdik. Yaxshigina g'iybatdan boshlanayotgan paytda ana aka pirojkilarni sotib o'tib ketdi. Yeganimizdan keyin meni Bobur ikkalasi uxlatib qo'yishdi. Uxlayotgan paytim shunaqangi go'zallikni tayyorlab olishibdi. Rostdan aytsam, men shokda edim. Erim men uchun butun Vyetnamni aylanib, men xohlagan tug'ilgan kunni uyushtirib berdi. Menga obuna bo'lib qo'yishni senardan chiqmasin, chunki ikkinchi qismi ham bor.